Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi darsimiz Microsoft Word dasturida rasm va matnlar bilan ishlash, matnlarni o'rash va boshqarish, rasmlarni kiritish haqida bo'ladi. Bu rasmda ko'rib turganingiz rasmlar bilan ishlash uchun klaviatura kombinatsiyalari sizlarga oson, o'rganishga oson va tushunarli bo'lishligi uchun tayyorladim. Endi nimaga o'tsak, Word dasturiga o'tamiz. Word dasturida matnlar va rasmlar bilan ishlashni o'rganamiz. Word dasturida emas, Wikipediadan matn olamiz. Wikipediaga masalan kompyuter yoki boshqa bir kompyuterlar haqida ma'lumot olamiz. Kompyuter oldim. Nusxaladim. Endi rasm bilan ishlash, ya'ni biz matnlarni barchasini belgilab olamiz va ikki yon chekkasini tekst qilish uchun Ctrl J tugmasini bosamiz. Mana ikki yon chekkasi xuddi kitoblardagidek asl hujjat namunasida yaratildi. Endi bu sarlavhamizni Ctrl Y bilan markazga joylaymiz va mana shu rasmni shu o'ng tomoniga matn olib kelish uchun biz ikki xil usuldan foydalanamiz. Buning uchun bitta abzasni alohida qilib ajratib olamiz. Mana bitta abzasimiz bitta gap bo'ladi. Endi shu nimani biz mana shunaqa qilib Ctrl Shift M ni bosamiz. Yo'q, Ctrl M ni bosamiz. Yo'q. Nazad bosamiz ekan. Endi mana rasmni belgilab matnni yuqoriga chiqarib oldik. Endi shu matnni o'ngga surish uchun Ctrl M ni bosamiz va rasm uchun joy ajratamiz. Rasm uchun joy ajraldi. Endi bu rasmni belgilab yuqoriga o'tkazamiz. Yuqoriga o'tkazdik. Endi buni vrab centru mana shunaqa qilib rasm uchun yangi alohida bir joy ajratib olamiz. Rasmda bu joy ochiq qoldi, yoki rasmni cho'zib qo'ysak bo'ladi, yoki mana shu nuqtadan, qayerdadir nuqtadan bir enter bosib mana shu abzasni orqaga qaytaramiz. Orqaga qaytarish uchun Ctrl Shift M tugmasi bosiladi va shunday qilib rasm uchun joy ajratiladi matnlarda. Endi biz matnga yangi rasm qo'shishimiz kerak. Aslida rasmlar bilan ishlash degan mavzuda rasm qo'shishni o'rganishimiz kerak. Buning uchun stavka bo'limiga kiramiz. Stavkada рисунок bo'limi bor. Рисунокda 3 ta bob bor. 3 ta bo'limi. Ya'ni etod устройство, ya'ni qurilmani o'zidan, kompyuterning o'zidan rasm qo'shish, stokoviy изображение bu ya'ni internet orqali izlab rasm qo'shish, bunda ham nimasidan internet orqali rasm izlab qo'shish. Buni hozir 3 xil usulda ham yangi rasm qo'shib matnga yangi rasm qo'shib ko'ramiz. Internetimiz bor. Nimaga ishlamadi? Mana
Рисунок va internet, ya'ni internetdagi tayyor rasmlar asosida biz hujjatga chiroyli qilib rasm qo'shishimiz mumkin. Yaratish uchun kompyuter deymiz, yoki ingliz tilida yozamiz. Kompyuter. Mana shu rasmni olamiz, stavit qilamiz. Mana загрузка bo'lyapti, ya'ni o'zidagi rasmni yuklab mana shu joyga загрузка qilib qo'yamiz. Endi keyingi rasmni mana shu nuqtadan keyin, abzasdan keyin joylaymiz. Bu rasmni vstavkaga kiramiz, risunokdan stoki изображениеga kirib, shu qismidan olamiz. Stoki изображение ham mana изображение, значки, ya'ni har xil ikonlar, figurniy люди, nakleykilar olishimiz mumkin, illyustratsiyalar mavjud. Illyustratsiyadan tashqari mana animирование людей, ya'ni animatsion ko'rinishdagi nimalar mavjud. Bizdan shunga illyustratsiya olamiz. Illyustratsiya ham, rasm ham deyarli barchasi bir nima. Olamiz va shu illyustratsiyani shu qismga joylaymiz. Endi yana bir rasm joylashimiz mumkin. 3-turdagi rasm, bu 3-xil usuli. Buning uchun vstavkaga kiramiz. Vstavkadan risunokka o'tamiz. Risunokdan etot устройство, ya'ni kompyuter yoki shu qurilmadagi rasmlarni ko'rishimiz yoki yuklashimiz. Mana brend nomli nimamiz bor. Bu yerda oddiy 2-3 ta rasm yuklab ko'rsataman. Sababi hozir ko'ramiz. Ya'ni bu yerda Brain Hub rasmi bor, buni yuklaymiz. Bu rasm, ya'ni oddiy JPG formatdagi rasm. JPG formatdagi rasm bo'lganligi sababli orqasidagi background foni qora rangda ko'rsatilgan. Keyin yana bitta rasm yuklaymiz. Bu yuklanadigan rasm faqat mana shu rasmda tasvirlangan dumaloq aylana va uni ichidagi kitob va miya rasmi bor. Uni orqa foni olib tashlangan, yoki PNG turdagi rasm. Mana bu asosan orqa foni olib tashlab yaratiladigan rasmlar uchun yoki boshqa turdagi PNG formatdagi rasmlarni qo'llash uchun ishlatiladi bunday. Endi rasmlarni yuklashni ko'rdik. Rasmlarga biz xohlagan nimadagi maketdan foydalanib xohlagan ko'rinishga o'tkazib olishimiz mumkin. Xohlasak mana tugma ko'rinishida, mana bu rasmni ham tugma ko'rinishida maketga o'tamiz. Mana format графический изображение, format. Bu rasm bo'lmaganligi sababli boyagi nimani ko'rsatmadi. Hozir bu yerda emas, format orqa foni yoki boshqa turdagi nimalarni o'zgartirish imkoniyati bor. Mana xohlasak qora, xohlasak ko'k, xohlasak oq yoki yashil qilish imkoniyati. Bu yerda rasmni shunday qilib o'zgartirib olamiz ikonni. Bu rasmni ham xuddi, ya'ni formatga kiramiz. Formatda dumaloq aylana yoki mana shu nima ko'rinishda o'zgartiramiz. Buni ham mana shu ko'rinishga o'tkazib olamiz. Mana rasmlarni formatlash xuddi shu tartibda bo'ladi, lekin rasmlarni kerakli formatga, kerakli dizaynga o'tkazish uchun yana bir necha qo'shimchalar bor.
buni hozir Vostok изображение yo'q, rasmlarni kiritish, xullas bu ishlar shart emas. Mana obrazец. Mana rasmni har xil turdagi shaklda kiritib olish imkoniyatini beradi. Masalan, yurak ichiga joylab qo'yamiz yoki bo'lmasa istalgan bir figurani tanlab, shu figura ichiga joylaymiz. Masalan, 2D figura bo'lsin, mana shu figura. Tak, yana bitta asosiy qiziqarli nimamiz bor edi. Удалить fon. Fonni o'chirish yo'q. Rasmlarga odatda bu Word ichidagi fonlarni o'zgartirish tavsiya etilmaydi. Rasmni Canva'da o'zgartirib, kerakli fonni tanlab, keyin Wordga stavit qilgan ma'qul. Hozir bu Word ichida bunga fon beraman desangiz, fonlari o'zgarib, ko'rimsiz bo'lib qoladi. Rasmni qirqishni yana bitta usuli bor edi. Bu usul tak, bu yerda rasm yaxshi ko'rinmabdi. Mana shuni hozir boshqacha qilib qirqishni ko'rsataman. Tak. Bu emas. Ya'ni bunda soya berish yoki boshqa bir amallarni bajarish usulini ko'ramiz. Tak. Endi rasmni sal kichraytiramiz. Endi bu rasmni 10 ga olamiz. Mana. Va bu yerni mana shunaqa sozlab birinchi rasm chap tarafda, ikkinchi rasm o'ng tarafda. Bu markazga joylashimiz mumkin. Markazga Y qilamiz, ya'ni Ctrl Y ni bossak, o'zi avtomatik markazga sozlanadi. Mana bu rasmni ham sal kichraytiramiz va kichraytirib format beramiz. Buni ham mana shu formatga o'tkazib olamiz. Buni o'chiramiz. Mana hujjatimiz kerakli fonda, kerakli formatda yoki buni markazga joylashimiz ham mumkin. Tak. Mana xohlagan joyimizga mana shuni rasmni sozlab olishimiz mumkin yoki buni tak qirqishimizni dumaloq figurni yoki belgilangan soha bo'yicha qirqib olish imkoniyatimiz ham mavjud. Qani endi mana shunaqa qilib rasmni bu yoqqa olamiz. Mana endi rasm sozlandi, aniq. Ko'rgan bo'lsangiz, aynan to'rt burchak yoki dumaloq ichida yozilgan yo'q, rasmni o'zini chekkalarigacha bo'lgan qismigacha qirqib olindi va shu qismlarigacha bo'lgan so'zlar shu qismlarigacha, chekkalarigacha so'zlar davom qilib yozilgan.
Ya'ni buni mana shu qirqishgani. Так. Mana изменить kontur obyektnaya, ya'ni изменить po kontur obyektnaya qilib, ya'ni obyektni chekkalarigacha bo'lgan qismini qirqib olishda ishlatiladi. Bu rasmlarga chiroyli boshqacha bir dizayn berishda yoki matnni markazga joylash yoki markazgacha bo'lgan qismiga hujjatni sozlash kabi amallarni bajarishda ishlatiladi. Mana buni sal kichraytiramiz. Bunda shunday qilib rasmlarni yuklash yoki rasmlar ustida amallarni bajarishingiz mumkin.